Offroad boshqa xohlovchilar uchun 33.500 dollarga Depal G318larimiz yetib keldi. Hozirda sotuvda Nalchida tayyor. Bu 20 diskalik 255 ga 55 20 diskalik balonlari oddiy. Buni offroad balonligi bor, ya'ni diskalari kuchliroq bor. Bu 33.800 dollardan sotyapmiz. Qora rangi va bu rangidan bor. To'liq elektrik holatda 190 km masofani bosib o'tadi. Gibrid holatda 1200 km masofani bosib o'tadi. 1.5 turbinalik 430 ta ot kuchiga ega avtomobilimiz. Avtomobilimizda oldi ham, orqa ham tortadi. Отдельный uzib qo'ysa bo'ladimi deydiganlarcha albatta oldini ham, orqani ham xohlovchilar uzib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni oddiy shahar yo'llarda, notekislarda, adrliklarda qo'shib olsangiz bo'laveradi. Albatta bu mashinalarimizda pneu va podveskalari bor. Yili 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 2025-yilda emas. Buni ham full price'lar ham olib kelib beramiz. Narxi 42 ming dollardan bo'ladi 2025-yil. To'rovi yonib turgan lampochkalar hammasi yonadi. Ikkita birinchi o'rinda ikkita cheka va ikkita oldi ham yonadi. Bu sizga tog'li zonalarda sayohatga chiqqaningizda anchagina qulaylikni keltirib chiqadi. Mashinamiz hattoki shahar ichida ham bemalol harakatlanadi. Chunki anchagina yumshoq, sababi pneu va podveskalari bor. O'zining zavodchiki bunaqa parollar ham bor, bemalol oyoq qo'yib chiqib ketsangiz bo'ladi. Sababi bunga elektronik parol qilinmagan sababi bu tog'li zonalarda ko'pirganlardek shu holatda tashdi mana shu. O'zi 1.25 bo'lsa, 25 30 santimetrdan balandroq holatda yerdan balandligi turibdi. Bemalol bu baland joylarda sizni uyaltirib qo'ymaydi degan umidamiz. Orqalari ham anchagina keng. Orqa bagajni ichkari sinasi prisoskasi yo'q. Lekin orqada bu joyda prisoskasi bor. Orqani sirazi ochishingizga mashina do'xsham eshitilayotgan bo'lsa, pis deyapti o'zi. Mashina cho'kishni boshlayapti. Pnevmasini ko'rishingiz mumkin. Oldi ham xuddi shu holatda полностью bundan ham oldidan ham ishga solsalar, bu holatdan ham anchagina pastroqqa cho'kadi. Orqa anchagina keng, dam olgan chisalar va asosan ko'pchilik buni olgandan keyin sayohat firmalari, turistik firmalar, sayohatlik agentliklari olyapti. Ko'proq bizdan sababi ular tog'li zonalarga boradi, boshqa joylarga boradi. Shahar ichidan bemalol yukini ham bemalol bu yerga joylasa bo'ladi. Bundan tashqari buni отдельный o'zi shati ham bo'ladi, ya'ni bagajligi ham bo'ladi. Mana bu joydan chiqib kattagina to'rtburchak bo'ladi, qotiriladi. Buni zakaz qilsalar bor, tayyor ham bo'lishi mumkin. Bemalol o'sha yerga chamadonlarni yuklab sayr qilishga anchagina yaxshi va sizlarga noqulaylik keltirmaydi. Har tomonlama masalan to'lib qolmaydi masalan bagajlar. Buni yopsanglar, sirazi tortib oladi. Prisoskasi bor orqasida. Eshitdingizmi? Nasosuy, ya'ni havo deb. Oldidan ko'rishlar mumkin. Ichkariga o'tamiz yana. Bu haligi samolyot qanaqasi ko'chimda ezib turib tortsalar mana knopkani parkovka. Eng asosiy mana tugmasi bor. Buni ezsalar oldi orqani bemalol uzib qo'ysa bo'ladi mana shu holatda. Mana pneu podveskasi ham mana bu joyda shu knopka bilan bemalol mana bu holat bo'lsa mashina ko'tarilib tepaga bu holatda mana pastga cho'kadi. 3 xil rejim bor. Hozir mana o'rtasiga qo'ygan. Fanarlari, ko'pchilik fanarlar qaydona mana fanarlarga ko'zga yaqqol tashlanadigan holatda esinglar deb yonib qoladi. Bizdan ko'pchilik olib turib qayerdan qaraydi? Iya bu yoqqa qaramasdan. Kesadilari bor, kruz kontrol bor. Oldida signalarimizda Abduf Abagriyev bor. Abduf Abagriyev. Mana ko'rishdan massaj ham bor, ko'ryapsizlar? Massaj knopkasi faqat bu sho'pirda ekan. Bunda yo'q ekan. Bunda yo'q. Mana sho'pirda bo'lgani uchun massaj tugmachasi. Shu holatda bemalol boshqasi bo'ladi. Massajni anaqasidan ham qo'yib qo'ygan, hattoki yostiqni yoqib boraman degan holatda. Nima u? Nima deb o'ylaysizlar? Bilganlar xolislar aytib, bilmaganlar ham yozsalar aytib beraman. Rollar anchagina yengil, chunki bu shaharda ham bemalol boshqachalar bo'ladi. Face ID bor, tushib chiqish uchun
Anchagina qulay. Plus eng zo'r tarafi buni ko'pchilik yo'lovchilar va sayohatchilar uchun обязательный panoramasi ham ochiladi. Bu juda ko'p kerak bo'lar ekanda panoramachi anchagina katta holatda ochiladi. Bagajni ko'pisi lekin ko'ra olmaysizlar. Yoqamiz. Ha? И plus shturkasi ham bor panoramasi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Aloqa chiqarasizlar. Avtomobilimiz sotuvi tayyor. Yil 2024-yil 25. Yo'q buni hali akalar O'zbekistonda 25ni olib kelib beramiz. Eng pulini narxi uni $42,000. Uzoq 20 kunda keladi. $10,000, $5,000 berasizlar. 20 kunda olib kelib beramiz. Keyin qolgan to'lovni to'laysizlar. Avtomobilni xarid qilish uchun endi pastki raqamlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlarda Toshkent Sergey Indexda salonimiz nomi Toyota bo'ladi. Bizda Toyota avtomobillarni ham olib kelamiz. Asosan Toyota olib kelamiz. Bular ham yaxshi avtomobil bo'lganicha olib kelamiz. Aytib o'tganimizdek murojaat qila olasiz. Biz sizlarni kutib qolamiz.